Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz keldik, ishni boshladik. 7 xonali uyda gipsi shkatur boshlandi. Bu yoqlarda ham gips bor. Mana shunday o'rdiq, mana 2 xona tayyor bo'ldi. Bu xona ham bo'ldi polni. Bir yer koridor, mana koridor. Ne bu? Baniya. Belirge cümle toklar tartılgan. Bu üçüncü xona başlandı. Bir üçüncü xona. Dördüncü xona. Yani nariyaqda yana xonalar var. Shunaqa gipsi shkatirmen shkatir qildirmoqchi bo'lsangiz, telefon qilaveringizlar bemalol. Точно ekan. Точно ekan. Shunaqa gaplar. Bir ko'chi dual qishiq ekan. Keyin rodman kam ketsin deb turib, bezmayak uratirmiz. Lekin bemayak bo'lsa ham, najan ko'rdingizlar, stena to'g'ri bo'lganda ham. Prosta mayak man qo'ysa, mayak yana sirtqa chiqarib qo'yish kerak. Mayakni sho'ytib qalin bo'lib ketadi. Mana bu mayakning ichida mayak olib kelingan, lekin u juda qo'ydik, ko'p qalin bo'lib ketdi-da. Mana shu bir tarafga shu yerga oq bo'lib turgan joylarga urdik. 7 xalta 12 kvadrat yerga jetdi-da. Keyin shuning uchun bemayak qo'yalik qilib, nexlarni urdik. İşte bu haligi bo'lsin dedik-da. Rodning kamroq ketadi, lekin hamma joy ideal. Shunday gaplar. Now 30 so'm, 31 so'm shunday ekanda bir mushaga 30 kiloligi. Bunday qilib mayak qo'yilmagan, bemayak. Qarang, bemayak bo'lsa ham seroni urug' qilib chiqaryapmiz-da. Prosta uyning egasiga rasxod pichi kamroq bo'ladi-da, bemayak bo'lgandan keyin. Asli penoblokman bo'lgan. Penoblokni kamroq qishiqroq tergan ekan-da ustalar. Shunaqa gaplar. Naryoqlar smen blokman terilgan.